Assalamu alaykum. Uyg'uriston Cumhuriyetçiler Partisi topidagi barliq vatandaşlarım yaxshimisizlar? Bugun 2020-yili 6-oyning 26-kuni Juma. Hammangizlarning ulug' Juma kuningizlarga muborak olsun. Aziz vatandaşlarım, partiya rahbarlari ve barliq partiya a'zolari, bugun men partiyamizning eng muhim intizom tuzumlaridan bir qancha moddalarini har qaysingizlarning samiga sanmoqchiman. Ko'pchilikning ko'ngil qo'yib anglashini va mutlaq ijro qilishi va bo'ysunishini chin qalbimizdan iltimos qilamiz. Birinchisi, bizning Uyg'uriston Cumhuriyetçiler Partisi 6-oyning 15-kunisi qaror qilib, 6-oyning 17-kuni vatanimizning nomini buningdan keyingi ilib boradigan inqilob kurash va da'volarida Uyg'uriston Cumhuriyeti deb ataydiganligini butkul dunyoga oshkora jakoladi. Uning uchun barliq partiya rahbarlari va partiya a'zolarining buningdan keyingi bizning tashqarida ilib boradigan kurash inqiloblarimizda mayli u tinish yo'l bilan bo'lsin va yoki qurolliq bo'lsin, biz davlatimizning ismini Uyg'uriston Cumhuriyeti deb ataymiz. Ikkinchi, Uyg'uriston Cumhuriyetçiler Partisining dunyoning har qaysi davlatlaridagi barliq partiya a'zolari hech qachon hech qanday vaqtda xalqimizni va xalqimiz ichidagi tashkilotlarga uyushgan va tashkilotlarda faoliyat olib berayotgan rahbarlar va shaxslar, shundaqla ularning shaxsiyati, kimligi va oilasiga va ularning izzat hurmatiga mutlaq daxl tarz qilmaymiz. Ve paketga tayanmay, ispatlanmagan her qandaq bir gumani meselelerini o'ttirib ko'tarib chiqib, boshqalarga tahdid soladigan, boshqalarning nom shuhratiga, nomusiga tegadigan ve ularga uval qiladigan hech qandaq bir harakat ve fikrlarda ve teşviqatlarda bo'lmaymiz. Üçüncüsü, bizning birdan bir g'oyamiz, birdan bir shuarimiz, birdan bir kurash nishonimiz vatanimiz Uyg'uriston va uning mustaqilligi, xalqimizning hurligi, ozodligini qo'lga keltirishdan iboratdir. U deganlik, biz Xitoy kommunist hokimiyati va uning vatanimiz tuprog'iga maqsadlik holda o'rlashtirilgan yushirin harbiy kuchlari bo'lgan qonunsiz Xitoy ko'chmanlarini tamamen vatanimiz tuprog'idan qo'g'lab chiqarib, hur, ozod, mustaqil davlat qurishdan iboratdir. Uning uchun Uyg'uriston Cumhuriyetçiler Partisi o'zining nizomnomasida bu vatan mening vatanim. Mendan boshqa hech qanday bir kuch, hech qanday bir sinf, hech qanday bir guruh va hech qanday bir hokimiyatning hukmronlik qilishiga mutlaq ruxsat yo'q degan bu ideologiyasini butkul xalqimizga keng tashviq qiladi va uni butkul xalqimizning o'rtaq himoya qiladigan eng sharaflik ideologiyalarning biri deb targ'ib qiladi. Onun için vatandaşlarım, bizning g'oyamiz o'zimizga haq bo'lgan va o'zimizning qonuniy zimini bo'lgan Uyg'uriston davlati va uning mustaqilligidan iborat. Shuning uchun barliq partiya rahbarlari va partiya a'zolarining tashqi dunyoda elib borgan kurash, inqilob va harakatlarida biz hech qanday bir shaxsning mol-mulkiga, bexatarligiga va ularning nomusiga hech qilmaymiz. Hiç qilmaymiz, hem hiç qilmaymiz. Biz özümüz turayotgan davlatlarning yerlik qonunlariga alohida ahamiyat qilamiz ve cheksiz hurmat qilamiz ve bo'ysunish asosida bizning bu haq, huquqlarimizni, da'volarimizni, inqiloblarimizni taraqqi qildiramiz ve amalga oshirish uchun tirishimiz. Onun uchun men Uyg'uriston Cumhuriyetçiler Partisiga vakolatan butkul partiya rahbarlari ve a'zolarining bu prensip ve tüzümlü intizamlarga qattiq rioya qilishi ve bo'ysunishini chin dilimdan arzu qilaman, hem bo'ysunmag'imiz shart. To'rtinchisi, bizning Uyg'uriston Cumhuriyetçiler Partisi hech qanday bir Xitoy ve Xitoy millatiga davlatimiz ozod bo'lgandan keyin ularga mengu mustaqillik, mengu fuqarolik salohiyati berilmaydiganligini jakoladik. Biz bu fikrimizde intayin çın turumuz. Çünkü
Xitoy ko'chmanlari ilgirmi intayin oz sonda mamlakatimiz tuprog'iga kirib, asta bugünkidek ko'p sonliqqa aylanib, vatanimizni va xalqimizni tamamen asimilatsiya qilib yutib o'tishdek bu rezil siyosiy neyranglarni amalga oshirish uchun butkul dunyoning nima deyishiga pisand qilmay, xalqimizni oshkora va yoshirin holda millionlarcha so'lab, qamab qirib, bugünkidek butkul xalqarani hayron qoldirib, o'zlarining naqadar ashaddiy va xaroblashgan mag'lub bo'lish girdoviga berib qolgan bu sesiq hokimiyatni qo'g'dab qilish uchun butun vujudi bilan tirishayotganligini xalqaroga anglatdi. Aziz vatandoshlarim, Xitoy kommunist hokimiyati va uning naqadar razilligi faqat o'zining fuqarolari, Uyg'urlar, Tibetlar va ishki Mong'oliyadagi bir qism qarindoshlarimizga emas, hatto o'zining Xitoy fuqarolariga bo'libmi, o'zining davlatiga emas, hatto butkul dunyoga bir vahim ekanligini anglatdi. Uning uchun Uyg'uriston Cumhuriyetçiler Partisi Amerika hukumatining yaqinda e'lon qilgan va qo'l qo'ygan Uyg'ur kishilik huquq qonunini darhol ijro qilishini iltimos qiladi ve cheksiz umid qiladi. Prezident Trump bu qonunga qo'l qo'ygan kundan boshlab xalqimiz intayin cho'ng bir hayajon va umidga to'ldi. Men xalqimizning qilchi umidsizlanmasligini yana bir qitim ta'kidlayman. Bu qonun hech qachon amaldan qolmadi ham qolmaydi. Amerika hukumati ishonimizki cho'qim bu qonunni barliq moddalar bilan ijro qiladiganligiga cheksiz ishonaman. Ham ko'pchilikning cho'qim ishonishini iltimos qilaman. Endi ikkinchi bir bosqich vatanimizning besilangan zimin Xitoy kommunist hokimiyatining vatanimiz tuprog'ida elib berayotgan hükümranlığının xalqaro qonunlarga tubdan xilof ekanligi, bu ziminning Uyg'ur millatiga xos va Uyg'ur millatining davlati ekanligidan iborat bundaq bir haqiqatni tonishi uchun Oqsaroyga yo'llangan petitionimiz, garchi bu qitimki Xitoy vabo kesili virusi tüpeylidən xalqımız bir yerə yığılanmaz sebebidən gerçi 100 minge yetmegen bolsunmu, lekin Amerika hükümeti 4. ayda, 5. ayda tepsili bizden bu iltimasımızı görüp çıktı. Şuna xalqımızın hiç ümitsizlenmesini talep qilamiz ve yaqında ishlab chiqqan videolarimiz orqali butkul dunyodagi barliq vatandoshlarımızın o'zlariga email, tilxat yasash orqali yaqında yana White House'ga Oqsaroyga yo'llanadigan bu vatanimizning besilangan zimin ekanligidan iborat bir haqiqatni Amerika hukumati va Oqsaroyning cho'qim e'tirof qilish haqidagi petitionga darhol qo'l qo'yishingizlarni va sonini 100 mingga yetkazish bilan Oqsaroydan javob elishingizlarni chin dilimizdan umid qilamiz. Uning uchun vatandoshlarım hammanglar birdan email, tilxat tayyorlab, oldimizda yana bir qitim yo'llaydigan petitionga darhol tayyor bo'lishingizlarni chin dilimizdan tuvanchilik bilan iltimos qilamiz. En oxirida yana men Sharq Turkiston Uyg'uriston degan bu ikki ism bilan yo'llangan petitionning nima uchun Oqsaroyga Uyg'uriston, Sharqiy Turkiston degan davlatni besilangan zimin deb e'tirof qilish haqida bir tushuncha bermoqchiman. Vatandoshlarım, xalqim, sizlar siyosiy jihatdan bu masalaga to'g'ri muomala qilmayapsizlar. Bizning Uyg'uriston Cumhuriyetçiler Partisining Oqsaroyga yo'llagan bu petitionida Uyg'uriston siziqtatib Sharqiy Turkiston degan davlatni Amerika hukumatining rasmiy shaklda Xitoy kommunist hokimiyati tarafidan qonunsizlarcha besilangan davlat ekanligini e'tirof qilish va Uyg'urlarning bu davlatini besilangan zimin davlat deb e'tirof qilishini iltimos qilgan bir petitionni yo'lladik. Biz buningda nima uchun Uyg'uriston deb yo'llamadik va yoki Sharqiy Turkiston deb yo'llamadik? Sebebi bizning 33-yili ve 44-yili ikki qitim rasmiy qurib jakalagan Sharqiy Turkiston Cumhuriyeti, dunyoga jakalagan Sharqiy Turkiston Cumhuriyeti Xitoy kommunist hokimiyati tarafidan besilangan. Uning uchun xalqaro qonunlar bo'yicha hozirgi mavjud Xitoy kommunist hokimiyatining qaysi davlatimizni besib olganligini anglatish eng muhim. Bu deganlik hergizmi Uyg'urlarning tarixda qurgan necha asrlar ilgari qurgan xonliqlari va davlatlarini tilga olmaganligimiz hergiz uningdan chetlaganligimiz emas.
Aksincha, hozir mavjud bo'lgan Xitoy Kommunist hokimiyatining, ya'ni 1949-yili 10-oyning 1-i o'zining mustaqilligini dunyoga jakalagan mushu kommunist hokimiyatining qaysi davlatimizni besib olganligini isbotlamay turib, biz uni xalqaro qonunlar bilan o'ttirg'i ib chiqolmaymiz. Uning uchun biz Sharqiy Turkiston degan ismni qo'llandik. Endi Uyg'uriston degan ismni nima uchun kirgizib qo'ydik? Chunki bizning Uyg'ur millatining bir Uyg'ur bo'lish sifatimiz bilan bu tuproqning xo'jasi, egisi bo'lib davlat qurish haqqimiz, huquqimiz bor. Xuddi bizning Uyg'ur qarindoshlarimiz hozirgi mavjud Qozog'iston, Qirg'iziston, O'zbekistonga deganga o'xshash bizning qarindosh turk millatlarimiz tomonidan qurilgan davlatlarda xotirjam yashayotganiga o'xshash bizmu kelgusida quriladigan va kelgusida asli keltiriladigan Uyg'uriston Cumhuriyetimizda bizning bu Qozoq, Qirg'iz, O'zbek qatorliq turkiy qarindoshlarimizga cho'qim eng kuchli va eng mukammal bir puhralık hukukunu berimiz ve ularning puhralık hukukunu, örüp adetlerini mutlak qo'g'daymiz ve qo'llaymiz. Onun için biz Uyg'uriston degan ismni kirgizdik. Çünkü biz e'tirof qilayli veya qilmayli, bizning xalqimiz davlatimizni mana mushu ikki xil ismda atab keldi ham kelyotidi. Onun için biz Amerika hükümetiga bu petitionni bu şekilde yolladık. Lekin bazı bir teşkilat ve qarindoshlarimiz bundaq ikki ismni birlikte Aqsaroyga yollaganligimizdan ibaret bundaq bir qonuniy haq huquqlarimizni siyosiy jihatdan burmilab bizni ikki qo'lloqning beshiga dasib olgan, xalqimizni aldayotidi deganga o'xshash ba'zi bir fikrlar bilan bizni ayblayotidi. Biz ularga haq beramiz. Bularning xato tushunib kelishlari, to'g'ri hal qilmasliklarini biz ularning xalqaro qonunlar va ularni qandoq bizning hozirgi besiylangan zimindan iborat bundaq bir haqiqatni Aqsaroyning qo'l qo'ydirishi uchun biz xalqaro qonunlardagi moddalarga, belgilemelarga asosan, prinsiplarga asosan o'tirib qo'yganligimizni bir qitim anglitishni loyiq ko'rdim. Bunu anlap bulup durup yana karıştırganlar bolsa, o halde bular gangrap kalganlar, düşenmey kalganlar emas. Eksince közünü yumuyulup bundak bir toluk hakikat karıştırganlar dep qarsak mı hatalaşmagan bolimiz. Lekin hazır emas. Şuna ben ilgirki bizden Aqsaroyga yollagan bu petitionimiz hakkında jim turib olgan yoki karıştırgan hamma qarindoshlarimizni biz chin dilimizdan hurmatlaymiz ve ularga haq beramiz. Şuna bugün ben Uyg'uriston Cumhuriyetçiler Partisiga vakolatan xalqimizga shuni aniq jakalayman ki Sharqiy Turkiston degan ismning bu petitionga kirishi abay men o'tirib qo'ygandek 33-yil va 44-yil qurilgan ikki qitimliq Cumhuriyetimizning hozirgi mavjud Xitoy kommunist hokimiyati tarafidan besiylanganligidan iborat bundaq bir haqiqatni anglatish orqali davlatimizni, ziminimizni besiylangan davlat deb e'tirof qilishini Amerikaga sundik. İşinimizki bizning takdirdishimiz Tibetlarning besiylangan zimin ekanligi haqidagi bir iltimos, ya'ni bir bil, bir qonun tasdiqlanish uchun Amerika Kongressiga, ya'ni majlisga sunildi. Düşmanimiz bir, takdirimiz o'xshash bo'lgan va nupusi, jug'rafiyalik ahvollari jihatdan bizdan to'limi tuvan turadigan Tibetlik qarindoshlarimizning bu petitioni Aqsaroyga yo'llangan, Amerika majlisiga yo'llangankan İşinimizki bizden mu yakın kelgüsüde yollanıdı. O çağda bizden chet elde ilip bardığan barlık inkılap ve küreşlerimiz resmi şekilde kanuni asaslı ilgi boğan buludu. O degellik, eğer biz Amerika hükümetinin vatanımız Uyg'uristonning besiylanganligidan ibaret bundak bir devlet, müstakil devlet ikenligini Amerika hükümeti tasdiqlab bersa, o halde biz chet elde ilip bardığan bunadaki inkılap ve küreşlerimizde meyli o tiniş yolundan bolsun veya ki korallık şekilde bolsun, meyli kay diplomatik şekilde bolsun, kaysi şekilde boluştan kat'i nazar o bir kanuni asasga ega bo'lgan bo'ladi. Hergiz burunqidek bizninki ilip bargan haq yo'lidagi kurashlarimiz qandaqdir bir xalqaro qonunlar bo'yicha bir xil terrorlik hareket hisoblanmay, aksincha u erkinlik kurashchilari, erkinlik kurashi deb ataladi. İngilizce freedom fighter deb ataydı bizni.
Onun için kardeşlerim, aldığımızda yana Aksaray yolundan bu petisyonga çokum bu petisyonun kim tarafından oturup koyuluşu mühim emas. Bu vatan millet halkımızın menfaati, müstakillik kuruluş için mühim bir nesken dep qarab, 1 minut vaqtinglarni chiqarib, barmaqinglarni medirtish orqali bu inqilobga ovoz qo'shinglar vatandoshlarım. Onun sizmi Aksaray'da Allah burun körüp oldu bizden iltimasımızı. Şundaqtımı biz bir Uygur buluş tipimiz bilen özümüz Aksaray'dan bir parça xat tapşırıp inip özümüzü bir gururlandıraylı vatandaşlarım. Özümüzün ittifaqlaşqanlığımızı, bir kuch bo'lganligimizni xalqimizga, vatanimizga, eng muhimi düşmanimiz bo'lgan Xitoyga anglatmagimiz lazım. Onun için birleşaylik qardoshlarım, onun için hamkorlashaylik biz. Biz tashqi dunyodagi barliq tashkilotlar bilan davomli hamkorlik o'tkazganligimizni o'tirib qo'ydik. Agar ular vatan millatiga osiylik yoki xoinlik qilmagan bo'lsa, biz ittifoqlashish, hamkorlashish, birlashishga har vaqt tayyor ekanligimizni dunyoga jakoladik. Bu fikrimizdan hech yanmadik, ham mangu yanmaymiz. Shunga ko'pchilikning bu partiyaning nizomnomasi, tuzumi va intizomi ustida men yuqorida o'tirib qo'ygan bo'libmi tashqi dunyoda elib boradigan kurashlarimizda, inqiloblarimizda o'zimiz turayotgan davlatlarning yerli qonunlarini yuksak darajada himoya qilish asosida xalqaro qonunlarga uygun şekilde inqilab ve kurash olib bormoqchimiz. Men ilgirki nutqlarimda o'tirib qo'ygan, biz gerçek Xitoy milleti yoki Xitoy komünist hokimiyatiga qarshi elib boradigan bu da'volarimizda qandaqdir biz qonunsiz yo'llarni qo'llanmasakmi, qonunliq yo'llarni biz uchun intayin ko'p uchuq. Masalan, bizning tashqarida partiya qurish, hukumat qurish va uni taraqqiy qildirish, saylam o'tkazish, asosiy qonunlarni tuzish, askar qurish va askar tarbiyalashdan iborat bundaq bir omillarmi xalqaro qonunlarda bizga yo'l qo'yilgan bir uchuq, bir yeşil chiroq yiqilgan bir masala. Uning uchun bizning qonunsiz bir harakatlarga aralashishimizning hech zaruriyati yo'q. Demakchi o'g'lim, partiyamiz yaqinda yuz bergan, tashqi dunyoda yuz berayotgan ba'zi bir teşkilat ve partiyalar tarafından bir qancha kishilar ezib, ularning Xitoy millatini bulashdak bir qism hareketleri ve ularning hozir turmada yetayotganlik ahvolini anglagandan keyin biz Uyg'uriston Cumhuriyetçiler Partisiga ciddi halda o'zimizning intizomi ve tuzumi g'oyasi ustida bu leksiyani so'zlashga majbur bo'ldim. Vatandoshlarım, onun için biz Uyg'uriston Cumhuriyetçiler Partisi'deki barliq partiya a'zolari, partiya rahbarlari şuna partiyanın bu intizamiga, bu tuzumiga mutlaq rioya qilishingizlarni chin dilimdan iltimos qilaman. Hammangizlarga Allohning güzel salamlari olsun. Allah bundan keyingi ishlarimizda yor ve yordamchimiz olsun. Ko'pchilik rahmat.